Endi Turkiston ham bo'lmaydi. Bu Jamolistonni endi O'zbek deb ataymiz. Turkiston yaxshi edi-ku. O'rtoq Lenin Turkistonni O'zbek deb ataymiz dedilar. O'rtoq Leninning so'zi so'z, gapi gap. 1924-yilda birgina qaror bilan Turkiston xaritasi qayta chizildi. 1918-yildan 1925-yillar oralig'ida Turkistonning qator hududlarida sovetlarga qarshi kuchli qarshilik harakatlari ko'tarilgan. Bu qo'rboshlik harakatning markazida Madaminbek, Shermuhammadbek, hattoki ayollar ham bo'lgan. Qo'rboshi degan tushuncha ruslar tomonidan o'ylab topilgan tushuncha edi. Aslida esa ular vatan millati uchun, ozodlik uchun kurashgan haqiqiy millat qahramonlari edi. Sovetlarning anglagan yagona narsasi shundan iborat ediki, Turkiston yagona bo'lib tursa, uni boshqarish imkonsiz edi. Shuning uchun bu siyosiy qaror qabul qilingan. Bu siyosiy qarorning ta'sir doirasi hozirda ham seziladi. Bilamizki, havomizda ifloslanish darajasi hozirda yuqori. Bo'lish jarayonida suv resurslarining taqsimoti to'g'ri hisobga olinmagan va shu tufayli O'zbekistonda suv taqchilligi kuzatiladi. Buning natijasida deyarli hozirgi kunda Orol qurib bitdi. O'sha davrdagi sovetlarning siyosiy qaroriga fikringiz qanday?